Ko'p avtosalonlarga bordim, trading xizmati yo'q ekan. Sizlarda bormi? Bizda trading xizmati bor. Trading dasturi bo'yicha eski mashinangizni olib kelib, yangisiga almashtirib ketish imkoniyati bor. Ya'ni, mashinangiz 2010-yil va undan yuqori bo'lishi shart. Xohlasangiz Tracker, Onyx, Cobalt almashtirib ketsangiz bo'ladi. Hammasi davlat rasmiy narxida beriladi. Cobaltlarimiz hozirda 147.916 ga trading dasturi bo'yicha mavjud. Siz qanaqa mashinaga almashtirmoqchi edingiz? Men o'zimda hozir Spark bor. 2015-yil, holati yaxshi. Shuni sizlarga topshirib, yangi Cobalt olib chiqib ketmoqchiman. Bo'ldi, bizga texpasportingizni berasiz, biz narxlashga o'tamiz. Yuring. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Agarda sizga ham trading dasturi bo'yicha Cobaltlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 2010-yil va undan yuqori mashinani olib kelinglar, biz almashtirib beramiz. Agarda mashinanglar yo'q bo'lsa, 67 million bilan kelasizlar, oylik to'lovini 4 million 116 mingdan 3 yilga bitta pasportga 12 viloyatga qilib beramiz. Shoshilib qolinglar.